Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan Qurolli Kuchlar bosh qo'mondoni tomonidan biz yoshlarga yaratilgan juda ham keng imkoniyatlar yaratilmoqda. O'shandan jo'shib men hozir jo'nasa yana ketaman degan men uchun borda, ishda yo'q bor. Yana ketaman, yana bormagan, yana jo'nasa. Hozirgi kunda men Buxoro viloyati, Buxoro shahri 28 harbiy qismida xizmat qildim. O'zim sporting boks turi bo'yicha kandidat sportman. Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugida o'tkazilgan, Surxondaryoda o'tkazilgan okrug musobaqasi faxriy birinchi o'rinni oldim. Hamda Farg'ona viloyatida 17-brigada desanturatsiyasida o'tkazilgan vazirlik musobaqasida ikkinchi o'rinni oldim. Hamda yil oxirida yoshlar uchun ajratilgan o'qishchi imtiyozli yugurtani ham qo'lga kiritdim.